Assalamu alaykum aziz ko'ruvchilar. Xaselik dasturxon programmamizni ko'rishganligimdan xursandman. Bugungi programmamizda birlikda sangzi silishni ko'rib baqaylik. Undaqda sangzining xamirini yo'g'irish uchun ketadigan xurishlar bilan tanishib chiqaylik. Oldi bilan unga o'rta hol kuchliklikda un ishlasak yaxshi bo'ladi. Undan 1,5 kilogramm, o'simlik meyidan 350 ml, kavavicin suyidan 550 ml ishlatamiz. Tuzdan 12 gram, shakardan 3 gram ishlatamiz. Tuz bilan shakarni men kavavicin suyiga silib eritib tayyor qilib oldim. Shunga bu yerda ayrim tayyorlamadim. Endi xamirni yo'g'irishni boshlaymiz. Cho'ngroq bir qachimizni ilib, unimizni silib, unimizdan o'ttirdan bir ko'lchak hosil qilib, unaga may va kavavicin suyimizni qo'yib, yaxshi qilib bir xamirni yo'g'irib olamiz. Xamirni toza yaxshi yo'g'irib, uni toza yaxshi ishlaymiz xamirga. Shunday qilib xamirni toza yaxshi yo'g'irib olgandan keyin, endi uni ambilimizning ustiga ilib, ambilimizning ustida yana bir qo'r toza yaxshi bir ishlab etamiz xamirga. Ondan keyin plastik yaltiroq bilan yepib 10 minutlar atrofida tindirib qo'yamiz. Endi 10 minutlardan keyin xamirimizni ichib yana bir qatim toza ravs bir ishlab etib, ondan keyin yana plastik yaltiroqni yepib turib 20 minutlar atrofida turg'izib qo'yamiz, ya'ni tindirib qo'yamiz. Endi xamirimiz toza yaxshi tinib oldi. Zo'l o'zishni boshlasak bo'ldi. Har bir zo'lning cho'ng kichikligini o'zimizning shu qo'l barmoqlarimizning uzun qisqaligiga asosan belgilasak yaxshi. Bek uzun cho'ng uzib olsak qo'l barmoqlarimiz yo'gigan vaqtimizda bek qisqdan bu ketib pishib chiqqanda chiroyli chiqmay qoldi sangza. Shunga qo'llarimizning barmoqlari uzun bo'lsa 200 grammdan üstek bo'ldi. Bekmi uzun emas, normal bo'lsa 180 grammdan, ya'ni 150 grammdan mushtaq cho'ng kichigini o'zimizning ahvoliga qarab belgilasak bo'ldi. Bugun har bir zo'lni 180 grammdan qilib uzdim. Endi har bir zo'lni shundoq ekranda ko'rsatilgan shaklda ishlab, uni ratlik tizib olamiz. Endi shuningda jami 13 zo'li chiqdi. Kichikgina 60 necha grammlik kichik bir zo'l ashdi. Uni mayning qiziqligini o'lchagan chog'da poshkal qilib selitishga ishlasak bo'ldi. Endi shu eng oldi bilan rashlagan zo'limizdan boshlab, xuddi shu ekranda ko'rsatilgandek o'ttirdan bir to'shikcha ichib, mushkul holatda ishlab olamiz. Ya'ni sangzimizni ishga qulay bo'lgan shaklda hammasini birdan mushkul shaklda qilib ratlik tizib olamiz. Endi mushkul holatda men tayyor qilib olgandan keyin qurishib qolmasligi uchun ustini plastik yaltiroq bilan yepib qo'yamiz. Qazimizga mayni ilib qizitishni boshlaymiz. Bu holatda cho'qim 10-20 minut tindirish hojatsiz. Chunki xamirni ishlash jarayonida yetarli tindirdik. Shunga yana tindirish hojatsiz. Endi qazimizga meyimizning tapdi qizib sangsag'idek bo'lay degandan boshlab tunji piltimizni ilib ichishni boshlasak bo'ldi. Piltining tom inchligini o'zimiz belgilasak bo'ldi. Men shunchalik tomliqda ichdim. Endi bu tayyor ishib qo'yganni ustiga plastik yaltiroq yeb qo'ydim. Mayning qizimg'anligini bilish uchun mana ishib qolgan kichikina zo'ldan bir poshkal yasab bakmoqchi. Endi shu mayning qiziqlik darajasiga o'g'im qilish degan bir usul. Sansa maqchugan yog'och chukimizni mayga silib, shu yog'och chukining uchidan bush qilib ko'pikchilar ko'tarilgan chog'da tez ko'tarilsa, biz bu mayning qiziqlik darajasini muvofiq darajada yetibdi deb hukm qilsak bo'ldi ekan. Hozir xil ham yaxshi ko'tarilyapti. Endi san bay tayyorlab olgan kichik poshkalimizni sep ko'raylik.
Poşkalım şundaqmı chiroyli chechak açdı ya. Mayning qiziqlik darajasi muvofiq bo'ldi degan gap. Endi agar o'chiqimizning shu gradus tangshaydigan knopkasi bo'lib qolgan taqdirda 180 gradusga tangshab qo'ysak bo'ldi. Qozonda liq may bo'lg'ashqa qozonningki tegi tarafidagi mayning gradusi 180 ga yaqin, sal usti tarafidagisi balkim 175-170 graduslar tarafiga o'dlik kelishi mumkin. Mush xil temperatura sangsilishga muvofiq keldi ekan. Endi eshib tayyor qilib olgan sangzimizning piltisini qo'limizga yo'gab, elib sangzini silishni boshlasak bo'ldi. Mush holatda qo'limizga ratlik yo'gaymiz. Eng oxirgi yo'gam chiqib turgan tarafni ichki tarafga qatlaymiz. Cho'kimizga elib, buni bir uchidan boshlab mayga solamiz. Dastlab bir uchidan silib, biroz turg'izgandan keyin yana bir uchini silib, uni o'xshash turg'izgandan keyin o'ttirni biraqur mayda qilgandan keyin qatlab, mush qatlagan holatda sal mayda turg'izgandan keyin shu ekranda ko'rsatilgan holatda mayga solsak bo'ldi ekan. Shakli muqimroq bu vaqtcha cho'kini baldur tatib o'tmay, shaklinimda o'ngshab turib muqimni oldik ekanmiz. Ondan keyin biraz muqimlangandan keyin cho'kimizni asta sug'urib chiqarib olib, qolgan mashg'ulotimizni qilsak bo'ldi. Naydi muvofiq darajada qizardi degandan keyin uni suzib ilib olsak bo'ldi. Shunday qilib, dastlabki sangzimizni qaysi tarafga qatlagan bo'lsak, o'xshash bir tarafga, o'xshash yo'nalishga qatlab, oxirgacha shu mashg'ulotimizni davomlashtiramiz. Sangzlarimiz xudoyim bir shunchalik chiroyli chechaklab yaxshi chiqyapti. Mana bunday chiroyli chechaklar oldi-da. Dumshtaq maydon suzib ilib, biroz turg'izgandan keyin, tapti sal yongandan keyin tizishni boshlasak bo'ldi. Futurliq tizib turib, futurliq bir yandan solamiz. Azroq tapti yongandan keyin futurliq bir yandan tizib chiqarib olsak bo'ldi sangzimizning shaklini. Shunday qilib sangzimizni selib oldik, tizib oldik. Chechaklari shunchalik chiroyli chiqdi, ta'mbakmi yeyishlik bo'ldi. Undaqda bugungi sangzilish programmamiz mana bu yergacha bo'lsin. Hammanglarning hayiti muborak bo'lsin. Kelarki sonda ko'rishishga nasib bo'lg'ay. Allohga omonat.